Xonimlar, aziz onajonim, marhamat qilib barcha aziz mehmonlarni tashqariga chiroyli syurprizlarga taklif qilmoqchimiz. Onajonimizni birgalikda albatta marhamat qilib tashqariga taklif qilamiz. Kelinglar marhamat. Yoshligimda yig'lasangan ovutganim edingiz, bolam xavotirlanmagin, yoningdaman derdingiz, bolam deya farzandim deb ne kunni ko'rmadingiz, onajonginam mana yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, onajonginam mana baxtimiz ko'rib yuring, dunyo turguncha turing, onajonginam mana yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, onajonginam mana baxtimiz ko'rib yuring, dunyo turguncha turing, onajonginam mana. Siz mening halovatim, ko'rib yuring rohatim, ona izlasam ham biling, sizdek do'st topolmadim, mening shirin zabonim, jannatim mehribonim, onam, onajonginam mana yoshligimda xasta bo'lsam xavotirda edingiz, orligimga siz bir sabab, sizning duolaringiz, bolam deya farzandim deb dunyoga keltirdingiz, onam, onajonginam mana yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, onajonginam mana baxtimiz ko'rib yuring, dunyo turguncha turing, onajonginam mana yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, onajonginam mana baxtimiz ko'rib yuring, dunyo turguncha turing, onajonginam mana. Yana bir ora assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, onajon assalomu alaykum. Sizni tabriklab keldik albatta bugungi xursandchilik kun bilan, bayram munosabati bilan albatta sizni tabriklab xursand qilish uchun kelganmiz. Chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin azizlar. Onajon faqat topishingiz kerak kimdan oldin kelganingizni. Mana shu yerda sizni xursand qilish uchun harakat qilayotgan, sizni ko'nglingizni ko'tarish uchun harakat qilayotgan inson bor albatta. Kim deb o'ylaysiz? O'zi ko'nglingiz sezyapti. Kim bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum. Mehribonlarim, qadrdonlarim, menga 5 ta farzand bergan. Shularning eng kichkinasi kenjatoyim meni, aqlligim, mehribonim meni. Hammasi sog' bo'lsin, omon bo'lsin, ishqib baxtimga. Sog' salomat bo'lsin. Avvalo bosh egam omon bo'lsin meni. Hamma o'z qo'shqani bilan qo'sha qarisin. Bolalari hamisha yonida bo'lsin ishqib. Uzoqda ekan mana shu meni go'zallardek go'zali, farishtalarning farishtasi. Mana shu qizimga ming rahmat ishqib. Hamma baxtiga sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Qo'shqani bilan qo'sha qarisin ishqib. Bu dunyoda
yaxshiliklar ko'rsin hamisha. Hamma baxtiga omon bo'lsin. Qarsaklaringiz bo'lsin albatta. Haqiqatda onajon uzoqda bo'lishiga qaramasdan sizni o'ylab, sizni xursand qilish uchun, bugun o'z rahmatnomalarini yetkazish uchun harakat qilayotgan inson albatta birinchi galda Gulnoz opamiz. Mana shu yerda qolaversa sizni qizlaringiz, albatta akamiz mana shu yerda, nabiralaringiz, barchalik yaqinlaringiz hamma albatta sizni xursand qilish uchun harakat qilyapti. Biz uzoqda opamiz bilan ko'p gaplashib qoldik. Qanaqangi so'zlar bu yetkazib qo'yaman deganimda, birinchi galda dadajonimga, onajonimga rahmat aytib qo'ysangiz. Bu hayotda borliklari uchun rahmat aytmoqchimiz. Ilohim baxtimizga doimo sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Onajonim, dadajonim bilan birgalikda qo'shiq qarasin, umrlari uzoq bo'lsin. Baxtimizga doimo sog' bo'lsalar bo'ldi. Mana shunday bizni duo qilib tursalar bo'ldi. Ana shuni o'zi biz uchun jannat, ana shuni o'zi biz uchun baxt albatta. Bir gapni yetkazib qo'ysangiz onajonimga, dadajonimga har doim ayta olmaganman, ayajon, dadajon sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman deya albatta, sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'rishini yetkazishimni iltimos qilyapman.